Siz kimsiz? Biz odamlarga hayot bergan va berganlarimizni qayta oladiganlarmiz. Nega kulyapsan? Xayolimga Muso va Fir'avn hikoyasi keldi. Fir'avn payg'ambarligini e'lon qilgan Hazrati Musoni oldiga chaqiribdi. Undan o'zingni Tangri elchisi deyapsan. Tangring kim va nima qila oladi deb so'rabdi. Muso payg'ambar Tangri insonlarga jon beradi va jon oladi deb javob beribdi. Fir'avn kulibdi-da, men ham jon olib jon beraman debdi. Va ikkita odamini chaqiribdi. Bir odamga bir xalta oltin berib, buni o'ldir debdi. Va ikkinchi odamni o'ldirtiribdi. Mana qara, men qo'limga jon berdim. Narigisini esa jonini oldim. Men Tangriman debdi. Muso payg'ambar esa yerda yotgan jasadni ko'rsatib, agar Tangri bo'lsang, agar jon bera olsang, uni tiriltir dedi. Sizlarni Tangriligingiz odamlarni qotil va jabrdiyda qiladi.